Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hamkasblar, mijozlar, hammadan sog' omonmisizlar? Bugun sexdan sizlar bilan qisqacha video tayyorlaymiz. Spes zakaz qilingan materiallarimiz yarimi kelib qolgan. Xudo xolasa BKS 50 eshik yasalgan videolar bormi deb so'rashganda, как shunaqa zakazimiz bor. Video qilib tayyorlaymiz. Qo'ldan kelgancha yaqin kunlarda joylayman. Hozirgi kelgan materiallar bilan bizga yetib kelgan materiallarimiz rangi oq edi. BKS 50 profilidan zakaz qilingan bitta ikki qanotli eshigimiz bor. Mana bu ko'rib turganlaringiz bu kosa profili hisoblanadi. Bunisi bo'lsa o'rta profili Yevropas. Mana bunaqangi termon aksessuarlari o'rnatsa bo'ladi bunga. Shu joyda o'sha petlilar o'rnatsa bo'ladigan o'zini Yevropas nima deydi? Funksiyasi bor bunda. Mana bu bo'ladigan bo'lsa, bu shtulp. Ikki qanotli eshigimizni o'sha o'rtasiga qo'yiladigan shtulp profili. Bularni ko'rib o'tdilaring. Endi bu tomon shtapilari bor. Shtapilarni ham kesish paytlarida to'liq qo'yishga harakat qilamiz. Endi asosiysi bu balkon o'rta profildan yasaladi. Mana bu ko'rganlaring bu termo profil hisoblanadi. Ko'rinishini, tuzilishiga e'tibor beringlar. Burchaklari mana bunaqangi ovalniy ko'rinishda. Bu tomoni ham ovalniy, sal kaltaroq holatda. Bu ham xuddi shunaqa mana. Ovalniysi bir tomoni ko'proq, bir tomoni kaltaroq. Tuzilishi, ko'rinishi termoni eslatadi. Termoni aksessuarlaridan foydalansa bo'ladi 100%. Mustahkamligi ham ancha mustahkam chiqadi. Bu profilni ko'rinishi ham bagati ko'rinishda. Termoni eslatgani hisobiga juda bagati ko'rinishda bo'ladi. Bitta no tomoni bu холодный seriya, lekin sifati juda yaxshi profil. Bu termo profili, issiq seriyali 3 kamerali profil hisoblanadi. Hozirgi aksessuarlari haqida ham qisqacha ko'rsataman. Aksessuarlarida jicha kamchiligi bor. Ular hal bo'lguncha biz qolgan ishlarni qilib turamiz. Bu zamoga, termoni o'zini zamogidan foydalanamiz. Mana ko'rib turibsizlar. Stublina firmasini zamoglaridan foydalanamiz. Bu joyga atmetniy plankalari, zamogimizni mana bulari balkon profil saydintilari bu. Ko'rib turibsizlar. Bulari balkon profil saydintilari. Bular o'rtaliklar saydintillari, o'rta profil saydintillari hisoblanadi. Va bulari karkas profilli saydintillari. Asosan hozirgi kelgan aksessuarlar shular. Hali kamchiliklari bor, sal. Ularni ham olib kelamiz to'liq qilib. Bu tomonga bular trio saydintillar. Trio profildan ozgina zakazlar olganmiz. Materiallar olib keldik. Trio profili ham ko'pchilik so'raydi. Qanaqa profil yaxshi, tavsiya qilasizmi ishlatgani o'zimizga deydi. Juda sifati yaxshi, 3 kamerali. Stenasi ko'rib turibsizlar, ancha qalin 208 lik profil, juda mustahkam profil hisoblanadi bu. Materiallarimiz xudo xolasa kelib qoldi. Tez kunlarda videolar chiqarishni boshlaymiz. Bu tomonga metallar kelgan. Triolar uchun mana bunaqa metallardan ishlatamiz. 1-2 lik metallar. Shulardan foydalanamiz. Bugunchalik moqchi bo'lgan ma'lumotlarim shular edi. Kuzatib boringlar. Tez kunda BKS 50 hamda trio profillar haqida videolar qo'yishni boshlaymiz. Hammaga rahmat. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar.